Alloh nasib qilsa, tinch qilsa, sog' bo'lsak, ro'zaga chiqamiz. Mana ro'za tutamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Ramazon ro'zasini tutdi bir odam. Lekin yolg'on gapni to'xtatmadi. Rasululloh aytadilar, kim ro'za tutsa-yu, yolg'on so'zni va mana shu yolg'on so'ziga bo'lgan amalni tark qilmasa, bu odamni ovqati va sharobini chekkaga surib qo'yishligini Allohga keragi yo'q. Ro'za deyilmayapti, e'tibor bering. Savmahu, uning ro'zasini Allohga keragi yo'q demayapti. Yemay ichmay qo'yganiga Alloh taoloning ehtiyoji yo'q. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Val aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sodiqil wa'dil amin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo ushbu sayyidul ayyom hajjul masakin kunini barchamizga barakotli qilgan bo'lsin. Islomda farzand tarbiyasi deb nomlanadigan darsimizni bugun 6-si. Tarbiya bu musulmon kishi qiladigan amallarning ichidagi eng muhimi, eng davomlisi, uzoq vaqt talab qiladigani va katta sabrni talab qiladigan amallardir. Chunki kishi mana shu farzandlarga tarbiya berishlik bilan vafot etib qabriga kirgan kunidan boshlab to qiyomat qoyim bo'lgunga qadar orqasidan unga savobni yuborib turadigan amalni qilayotgan bo'ladi. Chunki inson bolasi o'lishligi bilan hamma amallari to'xtaydi, faqatgina 3 ta amalidan savob borib turadi. Shulardan bittasi valadun solihun yad'u lahu. Uni haqqiga duo qilib turadigan solih farzand. Demak, birodarlar, biz o'ta bir muhim bo'lgan, jiddiy bo'lgan va afsus musulmonlar beparvo tashlab qo'yayotgan tarbiya haqida suhbat qilyapmiz. Tarbiya qilishlik uchun insonga bag'ri kenglik kerak. Kechirimli bo'lish kerak. Avf qiluvchi bo'lishlik kerak. Qattiqqo'llik, dag'allik, muanniflik yarashmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqida Alloh taolo nima dedi? Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sadaqallohul azim. Va u sizlarga keltirayotgan Qur'onni o'z havoyi xohishi bilan so'zlamas. U Qur'on faqat Alloh tomonidan payg'ambarga vahiy qilinayotgan, tushirilayotgan bir vahiydir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizga nimani buyurgan bo'lsa olishimiz kerak? Nimadan qaytargan bo'lsa qaytishimiz kerak. Chunki bularni birontasini payg'ambarimiz havodan, o'zini xayolidan olib gapirmaydi. Nimani gapirayotgan bo'lsa Alloh taoloning hukmi bo'ladi. Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu shunday degan edi. 3 ishda men erkakman. Ulardan boshqalarida hamma qatorida odamman. Ya'ni 3 ta ish bor, haqiqiy erkakdaqa mahkam ushlayman. Qolgan ishlarda hamma qatoriman. Ulardan biri Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan qanday hadis eshitsam, bas uni Alloh tarafidan kelgan haq deb qabul qildim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Ibn Mojadan keltirilgan hadis, Xoris ibn Nu'mondan, akrimu avladakum va ahsinu adabahum. Farzandlaringizga ikrom ko'rsating va ularni tarbiyasini chiroyli qiling. Farzandlaringizga ikrom ko'rsatinglar, tarbiyasini chiroyli qilinglar. Bu buyruq. Bu buyruq. Tug'ib tashab qo'yib qonini boqinglar demayapti. Tug'ib tashab qo'ysalar o'zi katta bo'lib qoladi demayapti. Qornini boqinglar degan joyni eshitganmisizlar biromatda? Yo'q, chunki bu narsa insonning tabiatida bor, bolasini qornini boqish, ustini qilish yoki bir boshqa narsasini ta'minlash. Xohlaydimi, xohlaydimi inson qiladi, chunki bolasiga nisbatan tabiiy muhabbat bor. Ammo tarbiya qilishlikka payg'ambarimiz buyuryaptiki, juda ko'pchilik bu narsaga beparvo bo'ladi. Farzand, uni har bir so'zini hisob-kitob qilishlik kerak. Bu xato, bu harom, buni qilsang yomon bo'ladi. Endi bu narsa uchun uzoq vaqt sabr kerak bo'ladi. Besabr, betoqat bo'lgan, chidamas odam tarbiya qila olmaydi bolasini. Besabrlik bilan, betoqatlik bilan qilingan tarbiyani samarasi bo'lmaydi. Chunki bunaqa odam nima qiladi? Bolasidan bir xato sodir bo'lsa, uradi. Allimu va la tu'annifu fa innal muallima khayrun minal muallifi dedi payg'ambarimiz.
ta'lim beringlar, qattiqqo'llik qilmanglar, zo'ravonlik qilmanglar. Chunki muallim sabr qilib o'rgatadigan, sabr qilib ta'lim beradigan odam yoki ota urib kaltaklaydigan otadan ko'ra yaxshiroq. Boshqalar bilan qilayotgan muomalangizda siz asl basharangiz ko'rinmaydi, birodar. Chunki oshnangizga haligi fe'lingizni qila olmaysiz. Biznes partnyoringizga injiqligingizni qila olmaysiz. Bor deydi, tort aralangni deydi. Ammo haqiqiy basharangiz qayerda ko'rinadi? Xotiningiz bilan, farzandlaringiz bilan qilayotgan o'rinda. Chunki qayerga boradi? Qayerga boradi? Har qanday injiqligingizni, har qancha fe'lingizni ayolingizga qilasiz, bolangizga qilasiz. Demak, siz haqiqiy basharangiz, bashara so'zini qaysi so'zga almashtirsa bo'ladi? Yuz boshqaroq kerak. Chehra, aft deyish mumkin. Haqiqiy axloqingiz, haqiqiy xulqingiz farzandingiz va ayolingiz bilan qilayotgan muomalada bilinadi. Endi ayoliga lutf bilan muomala qilish, farzandiga ikrom ko'rsatish, unga tarbiya qilishligi uchun insonga nima kerak? Katta sabr kerak bo'ladi. Har bitta ishda, har bitta xatosida bolasini so'kadigan, bolasini uradigan ishini muallimni yumshoqlik bilan ish tutadigan odamning ishiga taqqoslab bo'lmaydi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muannifni, qattiqqo'l odamni yomon ko'radi, yaxshi ko'rmaydi. Chunki qaysi bir ishda muloyimlik, yumshoqlik bo'lar ekan, mana shu ish chiroyli bo'ladi. Qaysi ishda yumshoqlik, muloyimlik yo'q bo'lar ekan, bu ish xunuk bo'ladi. Bolani o'zini otasidagi haqlardan biri, ota unga odob berish kerak va chiroyli ism qo'yishlik kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: farzandlaringiz va oila a'zolaringizga yaxshilikni o'rgating va ularga odob bering. Yaxshilik iymon va Allohning toati. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Bayhaqiy keltirgan hadisda marhamat qiladilar: Min haqqil waladi alal walidi an yuhsina adabahu va yuhsina ismahu. Bolaning otasidagi haqlaridan uning odobini chiroyli qilishi va unga chiroyli ism qo'yishi. Shuning uchun farzandlarga qo'yilayotgan ismlarga diqqat, e'tibor qaratishlik kerak. Esimizdan chiqmasin, har bitta farzandga qo'yilgan ismdan shu farzandga ulush bor. Qanaqa ism qo'ygan bo'lsa, shu ismdan ulush bo'ladi. Tabiatiga shu narsadan yuqadi. Chiroyli ism qo'yish kerak otalar, chunki birodarlar umri davomida shu ism bilan chaqirishadi. Qiyomat kunida ham ayni mana shu qo'yilgan ismi bilan chaqiriladi. Demak, farzandingizni siz ustidagi haqlardan bittasi unga chiroyli ism qo'yishligingiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Ahmaddan keltirilgan hadis: Kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi, tudbahu anhu yawma sabi'ihi va yumatu anhu al-ada va yusamma. Har bir bola tug'ilganida 7-kuni jonli so'yib aqiqa qilinishiga, sochi oldirilishiga va ism qo'yilishiga garovdir. Ya'ni mana shu narsalarni otasi qilishligi kerak. Sochini olishligi, aqiqa qilishligi va ism qo'yishligi. Alhamdulillah, hozir endi yoshlarimiz hali farzandi tug'ilmay turib domlalarning oldiga kelib, domla shu farzand ko'rish arafasidamiz. Shu o'g'il bola, qiz bolaga bir chiroyli, bir islomiy, Alloh rozi bo'ladigan bir ismlardan bo'lsa deb maslahatga keladi. Bu farzandning siz ustidagi haqlaridir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Anas ibn Malik roziyallohu anhu rivoyat qiladi Ibn Hibbondan. Al-g'ulamu yu'aqu fil yawmi as-sabi' va yusamma va yumatu anhu al-adha fa idha balagha 6 sinin uddib. Katta hadis. Bolaga 7-kunida aqiqa qilinadi, ism qo'yiladi va undan aziyatlar ketkaziladi. Endi bu yoqqa qarab turing. Agar 6 ga yetsa, unga odob beriladi. 6 yoshgacha odob beriladi. Agar 9 ga yetsa, yotoqdagi joyi ajratilinadi. O'g'il bola bilan qiz bolaning joyi 9 yoshda ajratilinadi. Agar 13 ga yetsa, namoz uchun, ro'za uchun uriladi. 9 ga kirganda, 10 ga kirganda namoz o'qishlik buyuriladi. O'qib o'qimay, odatlarni boshqa qilguncha mayli, avf qilib turiladi. Ammo 13 ga yetgandan keyin namoz o'qilmasa yoki ro'za tutilmasa, biror balog'atga yetgan holatda uriladi. Namoz o'qimagan uchun bolasini urgan odam bormi oramizda?
har qanday narsa uchun uramiz, ammo namoz o'qimagan uchun emas. Qarangda, bolani haqqini siz ado qilmasangiz, katta bo'lgandan keyin siz ham haqqingizni ado qilmaydi. Yeb qo'ydingizda haqqini, Allohni tanitmadingiz. Allohni tanitganingizda sizni jannatini bitta eshigi deb bilar edi. Qiblagohi deb bilardi sizni. Agar haqqini tanitib Allohni bir tanitganingizda. Endi siz haqqingizni berardi. Endi bermadingiz, endi bu ham siz haqqingizni bermaydi. Agar 16 ga yetsa, otasi uni nikohlab qo'yadi. Domla, uylab qo'yishga qarzi yo'q deb aytgandingiz avvalgi mavzularingizda. Bu qanaqa nikohlash bo'ladi bu? Bu uylab xotin berish emas. Birovni qiziga xutba qilib qo'yiladi. Bir solih bo'lgan, dindor bo'lgan, musulmon bo'lgan oilani qiziga xaridor bo'linadi-da, xutba qilib qo'yiladi. Uylab qo'yadi emas, uy solib beradi emas, mashina olib beradi emas. Agar 16 ga yetsa, uni otasi nikohlab qo'yadi, so'ngra uning qo'lidan ushlab dedi: "Tahqiq senga odob berdim, ta'lim berdim, nikohlab qo'ydim. Sening dunyodagi fitnangdan va oxiratdagi fitnangdan, oxiratdagi azobingdan Allohdan panoh tilayman" dedi. Mana haqqini bajarib bo'ldi bu odam. 16 ga kirganda haqqini bajarib bo'ldi. Pokiza yana tanladi, chiroyli ism qo'ydi, Allohni tanitdi, nikohlab qo'ydi, ota qutuldi. Bizni xalqning urfi bo'yicha yo'q. Yana unga nima qilib berish kerak? O'shuning uchun biz 70 ga kirganimizda ham g'ami chek, 60 ga kirganimizda ham bolamga tomsa berishim kerak. Agarchi mana shu shariatda aytilganda qilib tarbiya bersangiz, bu bola hech qachon sizdan bu narsani ta'ma qilmaydi. Sizdan hech narsani kutmaydi. Aksincha 16 ga kirgandan keyin kallasi ishlab, otamni ehtiyot qilay, qarab qoldi, namozini o'qisin, borib bir ulfatlar bilan bir o'tirib damini olsin, ishlamasin deb ehtiyot qilishga turadi. Agar siz bolangizni haqqini shariat ko'rsatgandaqa ado qilgan bo'lsangiz, endi turibdimi? Dada, qish kelib qopti. Balon qo'yish kerak. Dada, mashinani urib oldim. Shunaqami bolangiz? Demak, shunaqa qilib o'zingiz tarbiyaladingiz. O'tgan darsimizda aytdik, seni farzandingni birov so'kdimi ko'chada? U seni so'kdi. Chunki farzanding so'kishlikka loyiq ish qilib bir odamdan so'kish eshitdimi? Bu seni so'kdi bu odam. Agar tarbiyasini berganingda shu holatga tushmas edi, otangga rahmat, bolam derdi. Sizga rahmat aytgan bo'lardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bu ko'rsatmasi bizga nimani o'rgatadi? Bolani mana shu yoshlik chog'idan, boshlang'ich ta'lim davridan har bitta so'zi uchun, har bitta harakati uchun nazorat qilib turishlik kerak bo'ladi. Har bitta qilgan ishi hisob qilinishligi kerak. Qayerga bording? Qayerdan kelding? Kim bilan yurding? Qo'lingdagi nima? Qayerdan olding? O'ziniki bo'lmagan bir narsa qo'lida turibdi. So'rashlik kerak. Qayerdan olding bu narsani? Chunki katta o'g'irliklar kichkina narsadan boshlanadi. Inshaalloh keyingi darsda o'g'irlik haqida dars qilamiz. Solih amallarning eng ulug'laridan shubhasiz nikoh. Balog'atga yetgan qiz, yigitlarni nikohlab qo'yishlik ulug' savob ishlardan. Birodarlar, hozirgi kunda uylanishlik oson emas. Yildan yilga qiyinlashib boryapti. Kerak emas urf-odatlar, kerak emas sarf-xarajatlar, bir so'z bilan aytganda isrof ko'payib boryapti. Mana shu ma'ruzalarda eshitayotgan, masjidlarimizga kelayotgan hoji akalarimiz ham qilyapti o'sha narsalar. Shu isrofning ko'pligidan to'y qilish, uylanish, turmush qurish qiyinlashib boryapti. Kim aybdor bunga? Erkaklar aybdor. Chunki topib kelib xotinni qo'liga berib qo'yib, xohlaganini qil deyaptimi? Erkak aybdor. Bu xotinning so'zidan chiqa olmaydiganlar. Nima deydi? Oilasida gap o'tmaydiganlar. Yomon bo'ladi, palonchi xolam aytdi desa qilaveradi. Palonchi xolang dundul, palonchi xolang. Domlalar aytib turibdi, isrof bu desa, palonchi xolani gapiga kerak. Yomon bo'lar ekan, shunaqa qilsak, yomon bo'lar ekan. Nima bo'ladi so'raydi, aytib bera olmaydi, to'lqin aytib bera olmaydi. Oyatdan, hadisdan dalillar aytayotgan payg'ambarlarning vorisi bo'lgan ahli ilm ulamolar gapirsa gapini olmaydi. Bo'lmaydi ekan deydi. Xotinlarning diviziyasi hujumga o'tadi to'y qilayotgan paytingizda. Mana qilmaymiz desangiz, ayol kim yoshda e'tirof keladi? Ayollarda o'sha urug'da taqashadi sizni.
Qilasan, bitta o'zingsiz. Tura olmaysiz, yiqitishadi. Agar dinga suyangan bo'lganingizda, qarindoshlar, xush kelibsizlar, mana to'rimiz sizlarniki. To'y qilyapmiz, mehmon bo'lib ketinglar. Pulni men topyapman, bola meniki. Manaqa to'y bo'ladi. Xohlasanglar mana bo'lmasam katta eshik, devora olmaydi. Desa qarindosh urushiga uzilib qoladi unda deydi. Agar ma'siyat uchun qarindosh urushlik qilishlik kerak bo'lsa, buni uzish kerak. Araq qo'ymasang sen ziyofatingga kelmaymiz deyotgan bo'lsa, yig'ishtirish kerak unga qarindoshchilikni. Erkaklar qo'ylarga rolni olinglar. Men aytgandaqa bo'ladi deylar. Chunki sizlar eshik emassizlar, pulni topib qiynalib, 6 oy, 7 oy, 1 yil Rossiyada ishlab kelib turib, 3 kunda sarflab yana ketyapsizlar. Erkaklar qo'lga olinglar, sovchilikni ham qo'lga olinglar, o'zingizlar hal qilinglar to'yni. Oson to'y qilish, oson. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qizi Fatima Zahroni Ali ibn Abi Talibga berganda nimasi bor edi Alini? Abu Bakr so'rab keldi Fatima onamizni payg'ambarimizdan. Yo'q dedi. Umar ibn Xattob so'rab keldi. Yo'q dedi. Aliga berdi. Siz bormaysizmi deydi. Abu Bakrga bermagan, Umarga bermagan, menga beradi. 22-23 ga kirgan yigit edi. Siz Rasulullohning amakivachasiz, islomga birinchi kirgansiz, kirib so'rang beradi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga o'zi sovchi bo'lib kirdi. Kirib Rasululloh birinchidan, amakivachasi ikkinchidan. Rasulullohning uyida katta bo'lgan. Men shu Fatima haqida bir o'ylab ko'ruvdim deb qo'ydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xush kelibsiz, safo kelibsiz dedi. Boshqa gap bo'lmadi. Chiqib ketdi. Nima bo'ldi? Bilmayman nima bo'lganini. Nima dedi? Xush kelibsiz. Bo'ldi, qulluq olsin, sizga bitta gap ham yetar dedi. Qaranglar, hech narsasi yo'q Ali ibn Abi Talibda. Orada bir necha kun o'tdi, payg'ambarimizdan javob bo'lavermaganida, payg'ambarimiz o'yida turganida 3-4 ta sahobalarga eshittirib, kecha Rasulullohning qizini so'radim, nima deganini bilmadim dedi. Shunda payg'ambarimiz chaqirib beki dedi. Nimang bor dedi. Hech narsam yo'q dedi. Men hadiya qilgan xutomiya sovut qani dedi, bor dedi. Olib kel shuni dedi. Usmon ibn Affonga berdi, olib borib sotdi, shuni puliga to'y qilib berdi. 2 kilomida 3 kilo xurmoni o'rtaga qo'ydi. Mahriga 400 misqol kumushni berdi. 2 ta jonlig'ida Hamza ibn Abdul Muttolib so'yib to'y qilib berdi. Ali ibn Abi Talibga Fatima Zahroni Muhammad sallallohu alayhi vasallam siz bilan biz qiladigan ziyofatda 10 dan 1 chiqimi bilan berdi nikohlab. Ya'ni uyi ham yo'q kuyov bolani. Payg'ambar masjididan uzoqroq joydagi bir joyda kvartira olib berishdi. Endi domla bu davrlarda shuna bo'lgan ekan. Endi hozir buni desangiz baribir xotinlar nima qilmaydi? Ishoninglar birodarlar, shunaqa to'y qilsa bo'ladi. Faqat erkaklar hal qilish kerak edi bu narsani. Payg'ambarimiz aytganlar, kim nikohni yengil qilsa, bas u zinoni og'ir qildi. Kim nikohni og'ir qilsa, bas u zinoni yengil qildi. Shuning uchun shunaqa bir jinnikatda urf-odatlarda, isroflarda o'ylab topib, to'yda, nikohda og'ir qilayotganlar qiyomat kunida javob berishadi. Va mana shu xotinlarda talabaga berayotgan erkaklar ham javob berishadi. Uylanolmay yurib ketdi bolalar, yoshi falon yoshga borib. Qizlar turmushga chiqa olmayapti, iqim chiqindi ko'pligidan. Wa ankihul ayama minkum was-solihin min ibadikum va imaikum in yakunu fuqara yughnihumullohu min fadlihi vallohu wasi'un alim. O'z oralaringizdagi tul, bevalarni hamda qul va cho'rilaringizni yaxshilarini uylantiringlar. Agar ular kambag'al bo'lsalar, Alloh ularni o'z fazli karami bilan boy behojat qilur. Alloh fazli karami keng bilguvchi bo'lgan zotdir. Alloh taolo uylab qo'yinglar deyapti. Va ankihul ayama minkum, oralaringizdagi tul bechoralarni, bevalarni hamda qul cho'rilaringizni yaxshilarni uylantiring buyuryapti Alloh taolo. Shuning uchun birodarlar, nikohni qoyim bo'lishiga jinni hissamiz qo'shilsa borib qo'shilaylik. Shu bo'lib ketsin shu to'y. Jinni katta narsalarni yo'q qilishga agar jinni xizmat bo'lsa qilib qo'yaylik. Mashinamiz bilanmi yoki bir maslahatimiz bilanmi? Chunki Alloh taoloning buyrug'i bu. Bu fasodga to'lib turgan, fitnaga to'lib turgan zamonda birodarlar, atrofdagi hamma narsa insonlarni shahvatga chaqirib turibdi. Mana shunday bir vaqtlarda mo'min yigit, mo'mina qizlarni nikohlab qo'yishlar shubhasiz ulug' amallardan hisoblanadi birodarlar. Shuning uchun to'ylarni yengil qilishlik kerak. Turmush qurishlikda shart-sharoitlarini yengil qilishligimiz kerak bo'ladi.
Va ta'awanu 'alal birri wat taqwa va la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yaxshilik va taqvo yo'lida hamkorlik qilingiz. Gunoh va haddan oshish yo'lida hamkorlik qilmangiz. Allohdan qo'rqingiz, shubhasiz Allohning azobi qattiqdir. Ishonaveringlar, bizni xalqlarni to'yi insofga kelsa, hamma narsasi insofga keladi. To'yi insofga kelsa, hamma narsasi insofga keladi. Bir yilda bir marta borib dam olib kelgani ham pul oshadi. Bir yilda bir marta bir больницаga, sanatoriyga borib dam olgani ham vaqt pul oshadi, vaqti oshadi. Faqat u narsaga nimaga vaqt yo'q? Nimaga pul yo'q? Axloqiy tarbiyadagi xatarli 4 ta nuqta. Axloqiy tarbiyadagi eng xatarli 4 ta nuqta. Yolg'onchilik, o'g'irlik, so'kinishlik va tabiatni buzilishi. Kishi tabiatini buzilishi, fe'lini aynishi. Mana yolg'onchilik haqida suhbat qilamiz qolgan vaqtimizda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy va Muslimdan rivoyat qilingan hadisda Abdulloh ibn Amr ibn Osdan shunday deb marhamat qiladilar. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan kholisan. Kimda quyidagi 4 ta sifat bo'lsa, to'ralasi ham bo'lsa, xolis munofiq bo'ladi. Faman kanat fihi xislatun minha kanat fihi xislatun minan nifaq. Mana shu 4 ta sifatdan kimda bittasi bo'lsa, demak munofiqlikda mana shu bir xislati bor. Hatta yadaha. To shu xislatni qo'ymagunicha. Idza tumina xona. Agar omonat qo'yilsa, xiyonat qiladi, birinchi belgisi. Va idza haddatha kadaba. Gapirsa yolg'on gapiradi. Va idza ahada g'adara. Ahdlashsa, ahdini buzadi. Va idza xosama fajara. Agar arazlashib qolsa birov bilan ochiq dushmanchilik qilishga o'tadi. Kimda shu 4 ta sifat bo'lsa, to'ralasi ham bor bo'lsa, bu odam xolis munofiq, toza munofiq degani. Endi kimda bitta sifat bo'lsa, munofiqlikning bir qismi bor. Bu munofiqlik haqida bu munofiq devoradi ukalarimiz. Shoshmaslik kerak bunga. Chunki nifoq qayerda bo'ladi? Qalbda bo'ladi. Nifoq qalb kasalligi. Buni faqat Alloh taolo biladi. Ammo aytamiz, mana odamda munofiqlikda mana sifatlari bor deb aytamiz. Ammo munofiqda hukm qilmaymiz. Qalbni kim biladi? Alloh biladi. Bizga mana shu hozirgi mavzumizga taalluqli qismi vayda hadasa kadaba. Yolg'on gapiradi. Bir birodarimiz ko'p mehnat mashaqqatlar evaziga bir bolasini tarbiyasi bilan shug'ullanib, rostgo'y qilib tarbiyaladi. Yolg'on gapirmadi, yolg'onga o'rgatmadi bolalarni, rostgo'ylikka o'rgatdi. Ota-onasini ziyorat qilgani borishdi, boshqa shaharda yashashardi. Kelganida haligi kenja bolasi ozgina to'polon qiluvdi. Buvisi aytdiki, yig'lamasang, kechki payt birga boramiz dedi. Kechki payt bola ishondi, yig'lamadi, jim bo'lib qoldi. Kechki payt hali bola kiyimlarni kiyib, chiroyli bo'lib tayyorgarlik buvisini oldiga kelsa, ketishlikdan asar ham yo'q. Siz yolg'onchi ekansiz dedi. Yolg'onni ota-ona o'zi o'rgatib turibdimi? Hech qaysi muallimga foyda bera olmaydi. Buni ko'rib bola buvisiga siz yolg'onchi ekansiz dedi. Yolg'onchi. Bu odamga Alloh taolo nazar qilmaydi. Unga gapirmaydi. U uchun alamli azob bor. Birodarlar, Allohga qasam, bolaga berilgan va'dani bajarmaslik tarbiyadagi eng katta xatolardan. Bolaga berilgan va'dani bajarmaslik tarbiyadagi eng katta xatolardan. Va'da berdingmi, bajar. Kelding, dada olib keldingizmi deb chiqdi. Esdan chiqib qopti. Bo'pti, yo'q, shart qayting orqaga. Borib erikmasdan olib keling. Modomiki bolangizni tarbiyasini buzishni xohlamaydigan bo'lsangiz. Bolangizni tarbiyasini buzishni xohlamasangiz, va'dangizni ustida turing. Avval va'da bermang agar qilmaydigan bo'lsangiz. Chunki va'da berib turib bajarmasangiz, bolaga amaliy suratda yolg'onni o'zingiz o'rgatdingiz. Amaliy suratda berilgan dars hech qachon esdan chiqmaydi. Amaliy suratda berilgan dars hech qachon esdan chiqmaydi. Bolangiz indamay qo'yaveradi, bajarmasangiz. Dada siz yolg'onchi ekansiz demaydi, indamay qo'yib bolangiz u. Hech qachon unaqa demaydi, lekin bilib qo'yadi. Aytdi, dadam yolg'onchi deydi.
ichida. Va mana shu eng katta musibat. Keyin siz rostgo'ylik haqida 1000 marta va'z o'qing bolangizga, nasihat qiling, olmaydi. Chunki aytdik, amaliy suratda berilgan dars hech qachon esdan chiqmaydi. Salasatun la yukallimuhumullohu yawmal qiyamah va la yanzuru ilayhim va la yuzakkihim va lahum azabun alim. Shaykhun zanim va malikun kazzabun va a'ilun mustakbir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Sahih Muslimdan bu hadis. 3 kishiga qiyomat kunida Alloh taolo gapirmaydi. Ularga qaramaydi. Ularni gunohlaridan poklamaydi. Ular uchun alamli azob bor. Zinokor chol, yolg'onchi podshoh, mutakabbir kambag'al. Podshoh kimdan qo'rqib yolg'on gapiradi? Rost gapirishdan kim to'sadi uni? Uni rost gapish uchun hech kim muhokama qilmaydi. Endi podshoh bo'lib turib yolg'on gapiryaptimi? Alloh unga qaramaydi, gunohidan poklamaydi, qiyomatda uchun alamli azob bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rashgan. Mo'min odam baxil bo'lishi mumkinmi? Qod yakun dedi payg'ambarlar. Bo'ladi ba'zida baxil. Mo'min odam qo'rqoq bo'lishi mumkinmi? Qod yakun ba'zida bo'ladi, qo'rqoqlik ham tutadi. Ayakun mu'minu kazzaban, mo'min kazzob bo'ladimi deganda payg'ambarimiz yo'q degan. Yolg'onchi odam musulmon bo'la olmaydi. Bu narsani bolalarga yoshligidan o'rgatishlik kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda aytadilar: "Alaykum bis-sidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir." Katta hadis, tarjimasini o'qib beraman. Rostgo'ylikni o'zingizga lozim tuting. Albatta rostgo'ylik yaxshilikka yetaklaydi. Yaxshilik jannatga yetaklaydi. Bir kishi rost gapirib, rostgo'ylikda davomiy bo'lib boraversa, u Allohning huzurida rostgo'ylardan deb yozib qo'yiladi. Doim rost gapiradi, Alloh rostgo'y deb yozib qo'yadi. Yolg'onchilikdan ehtiyot bo'ling. Albatta yolg'onchilik gunohlarga boshlaydi. Albatta gunohlar jahannamga boshlaydi. Bir kishi yolg'on gapiradi, yolg'onchilikda davomiy bo'lib boraversa, Allohning huzurida kazzoblardan deb yozilib qo'yadi. Hech kim tug'ilib rostgo'y bo'lib qolmaydi, hech kim tug'ilib kazzob bo'lib qolmaydi. Sekin-sekinlik bilan bo'lgan bo'ladi bu narsa. Rostgo'ylik omonat, yolg'onchilik xiyonat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Jami' Sahihdan kaburat xiyonatan an tuhaddisa akhaka huwa laka bihi musaddiqun va anta lahu bihi kadhibun. Rasululloh aytadilar, eng katta xiyonat nima? U eng katta xiyonat. Eng katta yolg'on nima? Yolg'on. Birodaring seni so'zingga ishonib turgan vaqtida unga yolg'on gapirishing. Seni rost gapiryapti deb ishonib turgan joyda bilib turib yolg'on gapirishing. Bu eng katta yolg'on. Bu yolg'on gapirayotgan odam, xiyonat qilayotgan odamchi o'zi his qiladi nima qilayotganligini. Tozasini bering, oshna deydi. Tozasi mana shu zo'ri deydi. Lekin bu zo'ri bo'lmaydi. O'sha yolg'on gapirsang ham, gapirmasang ham Alloh yozgan bo'lsa oladi. Shuning uchun qilayotgan tijoratinglarga yolg'on aralashtirib, harom aralashtirib olmanglar, savdogar ukalar, akalar. Unga berayotgan molingni aybi borligini bilasan, ammo mana shunisi tozasi deysan. Nuqsonni bilib turibsan. Xaridor ishondi, tozasini beryapti deb ishondi, lekin sen ishonib turgan joyda olding. Bu xiyonatning kattasi. Rostgo'ylik omonatdir, yolg'on xiyonatdir. Yosh bolani kichkinaligidan rostgo'ylikka o'rgatishlik